3 kunlik o'qishimizning ikkinchi kuni. Biz 3 kishigina o'qiyapmiz va bizda bu birinchi modelimiz va ikkinchi modelimiz. Bo'yab qo'ydik sochlarini va men Rossiyadan kelgan, Moskvadan kelgan ustozim menga podpisatsiya bo'libdilar. Men atmetga qilsam ko'chirmadingiz desam, men senga bir yo'la podpisatsiya bo'ldim, unaqangilar uncha bilmayman deb aytishdi. Men sizlarga zo'r yangiligim bor. Meni bepul darsliklar bepul video darsliklar kanalimga o'tinglar. Bugun 5 kishiginaginaga skidka qilaman 4 ta texnikaga. Kim tez ulgurib to'lov qilsa, men ularga narxini 800 ming qilib bermoqchiman. Tez o'tib olasizlar, hosilkasini qo'yib qo'yaman, etga ham e'lon qo'yaman. Shu desalaring fartuklarim yarashibdimi? Mana shu yerda boshuvdim, mana shu stolga o'tkazdim. Oyoqlarimni yaxshi ham kechaga oq krossovkani kiydim. Mana bizni yana bitta klientimiz. Men kimni boshini yuvganimni ko'rsatdim. Mana bular. Eng keytirib boshuvdim, qiynalib ketdik. Tuzimsiz? Sog' salomatmisiz? Eng keytirib boshuvdik. Tog'oraga tiqmadik xolos. O'sha ustozimiz va xonalarga, nomerlarga chiqib boshuvdik. Günlerim bizde bugün 2 ta modelimiz var. Seminarımız devam etyapti. Bu повышение 3 kishigina o'qiyapmiz va bugun 2 ta modelimiz var. Birinchisi mana sidinasini bo'yaymiz, oq sochlarni, ikkinchisi totalniy bo'yaymiz. Kela solib ishga tushib ketdik shunaqa. Sidinasini bo'yab bo'ldik, endi uzunligiga mana shu ildiziga bo'yaganimizdan ko'ra salgina ochroq foydalanamiz. Qaranglar, proporsiya va shi boshqacha. 571 ildiziga 6% oksigent bilan 1.5. Hech qanaqa dolovka qo'shganimiz yo'q. Bu muddatni ko'rasizlar. Uzunlikka 671 va 571 qo'shilgan, yana 975 dan ham qo'shilgan. Bu rezultatga guvoh bo'lasizlar. Tasvirib qo'yamiz. Aha, переворачивайтесь. Еще. Теперь. Вот. Нулевка qo'shmasdan ildizini bo'yadik. Четкий chiqdi. Вот так делайте. Biz 3-chi modelimiz sochlarni konditor qog'ozlar bilan o'rab qo'ydik. Kalla tiqib bo'yamoqchimiz. Rangi shokolad emas, rangini blond qilmoqchimiz. Да, фиолетовый blond. Только с ней общаюсь. Qolyaptilar. Bu bizning 3-chi klientimiz. Ikkinchisi. Birinchisini qilib, tugatib chiqarib oldik. Meji malades.